Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Bizni kuzatib borayotgan obunachilar, mana bugun biz motoblokchilar uchun va dehqon xo'jaligi ishqibozlari uchun yangilik qildik. Mana ko'rib turganlaringizdek 17 kishilik motoblogimizga O'g'ronni tepasiga balonni 7 kishilik motoblogniki 7 kishilik motoblogni balonni o'rnatishimiz sababi mana juda baland bo'lib ko'tarilib ketdi. Chunki balonni sal ozgina kichkina qildik. Baland bo'lib ketib qolsa, mana yurishga qiyin ekan. Shuning uchun buni bir sinash jarayoniga o'zimizni tomorqamizga olib tushdik. Birgalikda o'zlaring bilan sinaymiz, xudo xolasa. Bizni kuzatinglar. Hamma Instagramga ketib qoldi, YouTube'ga kamroq video joylayapmiz. Chunki prosmotr juda kam bizni kuzatayotgan odamlar kamligi uchun ya ishqibot bo'la olmayapti YouTube'ga. O'shanga qo'llab-quvvatlab tursalaring, YouTube'ga ham ko'proq videolar qo'yamiz, manfaatli. Like'lar bosib tursalaring, yana ham yangiliklarni zo'rini chiqaramiz. Bundan ham ko'p yangiliklarimiz bor. Xudo xolasa ko'rsatamiz. Sizlardan motivatsiya olamiz-da, shu like'laringni ko'rib. Demak, odamlar qiziqyapti bizga deb yangiliklarni chiqarishga harakat qilamiz. Operatorimiz zeriktirmay olishga harakat qilasiz. Tomoshabinlarimiz zerikib qolishmasin. Zerikib qolsangiz tezlatadigan bosib olasizlar. Yonida bosib tursalaring video juda tez o'tadi. Ekranni o'ng tomoniga bosib turasizlar. Qani? Biz yo'l oldik joyimiz. Bismillah. Mana ko'rib turganingizdek, qarligimizni motoblogimizda ancha oldin haydab qo'ydik, yer dam olib turishini maqsad qilib. Bu joyda qo'l bilan itarish juda qiyin. Buni dehqonlar yaxshi tushunadi. Bog'dorchilik ishini amalga oshirgan dehqon akalar tushunishadi. Yangiligimiz yoqqan bo'lsa, agar kimda kim qilgan bo'lsa, biz hali ko'rganimiz yo'q. Shuning uchun menimcha o'zim birinchi bo'ldim deb o'ylayapman. Like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, obuna bo'lib qo'yasizlar.